62 gradus. Bitta oching-da, bitta ko'rib beraylik alanga yonishini. O'ta zo'r, yoping. O'rtalar ko'rdinglar, o't yonyapti. Gradus 65 ga kelib qolay dedi, 62 da. Endi mana eng qiziqarli yeri mana dimoxodda. Dimoxodga kelamiz mana. Dimoxodda happat ushaveramiz, qo'rqmang. Ilmalaq turibdi mana. Yonyotgan kotelda dimoxod ilmalaq. Bu degani zo'r degani. Qo'lni istab o'tirsa bo'laveradi. Teplo, menga bu yerda teplo izolyatsiya muzlayotibdi. Dimoxod tutun bor lekin. Tutun bor, ozgina. Ozmoz bor, lekin mana ushab turibman. Mana dimoxod ichini ham ko'raveramiz. Dimoxod ilmiliq. Bu degani kotel zo'r ishlayapti degani. Mana shunday variantda kotel. 300 kilovatlik kotel. Mana shu polni, mana shu binoni, 3 etaj binoni, 2 etajga o'xshagan aktiv zallar polni ishlaydi, ishlayapti. Alanga yonishi zo'r, lekin buni pastdan bitta ko'rsatib ko'raylik. Mana shu o't yonyapti hozir mana. Qozoqdan hali ko'mir yonyapti. Kimga shunaqa kotellar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasiz.